Himoya sherkovmi? Yalab tashlayman deb. Yalab tashlash shunchalik trendga chiqib ketdimi deyapman. Yo'q. Qo'li ichki kiyim tursuv yirtiradi. Mers tursuv deydi-da, mers tursuv yirtirib o'tiraveradi. Bilin, sal shorticha kiyib, pucha qilib likillasam bo'ldi. Trenddaman, rekdaman yuraveraman. Dushga tushganman. Dushga tushganman. Yo'q, kiyimda, boys. Ha, bunimi? Yo'q, bilmayman hech narsa. Ko'rsatamiz hozir. Kelajakdagi obrazlar. Kelajakdagi Zinnurchkani ko'rasizlar hozir. Birovni dilini og'ritib olmayapman, birovni qaqshatmayapman, haqqini yemayapman. Yoqtirib qolsam bor, 3 xil rangini, 4 xil rangini olaman. Mana bitta rangi. Get me now, figuram bor. Uzoq qolib ketdi. Nimaga insonlar ochuv kiysam like bosasizlar-da? Yopiq kiysam like bosmaysizlar, ko'rmay o'tib ketasizlar. Voy, buni sepmasam bo'lmaydi. To'chi kappanani hidi kelib tursin. Ishonasizmi, bir o'zim bor-ku, shunaqa soatga o'xshab qillab aylansam ham bor, ashi burchakka tiqilib qolaman. Meni tualetim kichkinagina. Ixcham odam o'tiradi, o'zimga o'xshagan. Xudoga shukr, hamma qizlar havas qiladi meni figuramga. Mendaka bo'lishga ham havas qilishadi. Meni kelinim bor. Men o'sha kelinim bor, aytib qo'yayman. Keliningiz qanaqa kelin? Yosh bo'lsam ham meni kelinim bor. Ovoz loyihasiga chiqsam bor, eng birinchi o'rinni olaman oxirgida. Ne chiqmayapti? Ha, men